O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Samarqand viloyati kengashi tashabbusi bilan viloyat nogironlar jamiyati, viloyat madaniyat boshqarmasi, Badiiy akademiya viloyat bo'limi, Ijtimoiy himoya agentligi viloyat boshqarmasi hamkorligida nogironligi bo'lgan yoshlarning iste'dod va qobiliyatlarini rag'batlantirish maqsadida Orzular dunyosi ijodiy aksiyasi tashkil etildi. 18 yoshdan 30 yoshgacha nogironligi bo'lgan yoshlar o'rtasida o'tkazilgan aksiyada ishtirokchilar tasviriy san'at, rassomchilik, grafika, haykaltaroshlik, to'qimachilik kabi yo'nalishlar bo'yicha o'z ijodiy ishlarini taqdim etishdi. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining g'oyalarini hayotga tatbiq etish maqsadida tashkillashtirilgan ushbu aksiya avvalo nogironligi bo'lgan yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ijtimoiy inklyuziyani kuchaytirish va nogironligi bor yoshlarning jamiyatdagi faol ishtirokini ta'minlashdan iborat. Nogironligi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning ijodiy ishlarini keng jamoatchilikka ko'rsatish, yoshlar o'rtasida ijodiy hamkorlik va tajriba almashish muhitini shakllantirish bilan ahamiyatlidir. Bu aksiyada biz 18 dan 30 yoshgacha imkoniyat cheklangan, lekin hayotda qiziqishi bor, hayotda o'zini o'rnini ko'rsatib, san'at bilan, san'atning rassomchilik, mana boshqa haligi san'atning turlari bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimizni bu tadbirga chaqirganmiz. Bu fuqarolarimiz o'zlari qanaqadir imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan o'zlarining san'atlarini namoyish etishi, o'zlarining mehnatini jamiyatga o'zining rolini qo'yishi ham bu katta bir haligi matonat deb hisoblaymiz. Biz bularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Chunki bizni Xalq demokratik partiyaning asosiy maqsadi va vazifasi ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdan iborat. Mamlakatimizda ijtimoiy tenglik, inklyuzivlik va imkoniyati cheklangan fuqarolarning faol jamiyat a'zosi sifatida shakllanishiga qaratilgan tashabbuslarning amaliy ifodasi bo'lgan bu kabi tadbirlar yosh avlodga motivatsiya berish va ularning ijtimoiy faolligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Jamiyatimizdagi nogironligi bo'lgan shaxslarni bundan boshqa imkoniyatlari ham bor. Bu aynan san'at sohasidan tashqari, mana bugun o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, kulolchilikda ham bor, rassomchilik bor, tikuvchilik bor. Bundan tashqari o'sha nogironlarning ichida yashirinib yotgan shu qandaydir imkoniyatlari borki, biz ularni xonadonma yurib birma-bir o'rganib, undan keyin bizning tashabbusimiz shundan iborat bo'ladiki, qolgan partiyalar ham mana shunday nogironligi bo'lgan shaxslarga e'tiborlarini qaratsa, bu juda yaxshi bo'lardi degan umiddaman. Aksiya so'ngida har bir ishtirokchining iste'dodi alohida e'tirof etilib, ishlari hakamlar hay'ati tomonidan baholanib, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin g'oliblari va ishtirokchilarga O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi Samarqand viloyati kengashining diplom, esdalik sovg'alari topshirildi.